Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, Yo'lchiboy akamisiz? Ha, Yo'lchi akaman. Ha, Uzr aka, jon bezovta qilganmisan? Menman aka Ha, gapiring. men Buxoro viloyatidanman aka, bilsangiz Gazlidanman. Hop. Mana bu Xorazm bilan Buxoroni o'rtasiga Gaz degan cho'l bor. O'sha Ha, cho'lga, yo'lchi. ha, o'sha mana stalovoyimiz bor, stalovoyga ishlayman to'g'ri bo'lib. Hop. Shu Xorazm, Qoraqalpoq, o'shoqlardan kelgan taksilar o'sha yerga kirib choy ichadi, Toshkentdan borganlar ham o'sha yerga kirib choy ichib ketadi. Ha, to'xtaydigan joy. Ha, to'xtaydigan joy. O'sha yerga kiryapman, mana bu Qo'qondan bir tabib bor ekan, men bilmadim, ishim tushgani yo'q. Endi hozir internetga kirib ko'rdim o'shani, o'shalardan eshitgandan keyin. Ha. O'shalar aytibdi, borib kelamiz, hech davosi yo'q, shuncha pulga tushib keldik deydi. Bir odam rahmi keladi aka. Kecha bittasini mashina yo'lga buzilib qolibdi. Ha. Ichiga yoshi qari ayollar bor. 4 kishimi, 5 kishi borgan ekan. Havo sovuq. Axir o'sha stoloviga kirgizib, choy berib, jo'natib yubordik. O'sha aytarni aytib bo'ldi-da, bordik, internetga ishonib, YouTube'ga ishonib boramiz deydi. O'ra borgandan keyin deydi, hech najot yo'q. Bir $600, $700 pul olib ketganmiz. Kvartiraga berdik. O'ziga 100 mingdanmi necha puldan berar ekanlar uni ko'rishiga. Keyin bir ayol kishi bor ekan, fol ochamanmi, nima qilamanmi deb yurar ekan. Onasi. Ha, onasimi ish qilib o'shanga pul beramiz deydi. Hech najot yo'q deydi. Mana aytdim, shunday bo'lsa borib nima qilasizlar? Desam, ha, biz o'sha internetdan ko'rib bordik deydi. Endi aka hozir bitta narsada 2 oydan beri men agar buni kirib ko'rsangiz, men o'sha internetdagi narsalarimni 2 oydan beri men ogohlantiryapman. Oy, baraka topkirlar, kelmanglar, makinnik bu, folbin bu, haromxo'r deb gapirib yotibman-da aka. Aha. O'sha siz ko'rgan, o'sha azobni chekkan odamlar meni videomda ham ko'rganda. Aha. Agar gapirgan bo'lsa, ishonmabmiz o'sha gaplarga degan bo'lsa, agar mabodo birortasi eshitgan bo'lsa, gapirilyapti-da. To'g'ri. Aha. 2 oydan beri men ogohlantiryapman. Oy, kelmanglar deb. O'shanda ogohlantirishlikka quloq solmay borgan odamlar, o'sha siz aytgan azob chekkan odamlar, agar shu kunlarda ko'rgan bo'lsangiz, aka, shuni qulog'iga olmasdan borgan odamlar-da. To'g'ri, shuni men aytdim. Ular yo'q, biz uni ko'rganimiz yo'q, sizni nimangiz yo'q ekan, ular sizni ko'rmagan ekan ular. Men aytdim, ogohlantiribdi dedim. Yo'q, biz ko'rganimiz yo'q, biz faqat o'sha tabibni ko'rib boramiz dedi. Keyin yana bitta narsani aytibdi aka ular menga. Bordik uyiga deydi, ko'chasi deydi, kvartiraga berar ekan. Bilmadim, necha pul dedi-da, bizni berar, ko'p kishi kirib ketadi kelib. Pul oladi deydi, kechqurun kelib deydi, yana ulardan bizdan turganimiz uchun pul olib ketadi deydi, yana o'ra borsak bizdan 100 mingdan oladi deydi. Uyning ustiga bitta bayroqni ilib qo'ygan, O'zbekistonning bayrog'ini deydi. Biz o'shanga ixlos qilib bordik. Kirgandan keyin deydi, qaraydir deydi. Nima savol bersa o'sha savoliga deydi, odam javob bergisi keladi deydi-da, bilmadim, jinlar bilan gaplashadimi u deydi. Lekin u yerdan chiqib kelgandan keyin odam fikri o'zgaradi deydi. O'sha yerga borib kirgandan deydi, odam bir qanaydir o'zini yo'qotib qo'yadi deydi. Mana aytdim, men bilmadim, lekin ular bilan ishim tushgan yo'q dedim, lekin ko'p kishi o'tgan qaytgan ham shu yerga kiradi, o'shalarni eshitib, o'shalarni azob chekkanini ko'ryapman-da aka. Bir 10 kun oldin bittasini mashina avariya bo'ldi. O'sha tabibga borib kelib o'tirgan paytga ana shu gazli yo'lga avariya bo'ldi. Men aytdim, bu gapirgan kishi yo'qmi bularga bir. Keyin internetga kirib ko'rdim. Ko'rsam agar u odam yoniga охранниклар yuribdi, военный formalar bilan. Endi siyosatga uncha aralashmayman, lekin u o'zimizning bir hokimlar ham unday yurmaydi охрана bilan-da. U shu ekan, qanaqa odam bu gapirgan kishi yo'qmi? Endi aka gapirilyapti, o'sha hozir nimaga qarab kelyapti, to'xtaydigan joyga o'zi hozir o'sha ozon vaqtiga yig'ib bir paytda o'zida 4 dan 7 gacha ishlayapti xolos. Aka, endi shunaqa bo'lib qoldi. Biz ogohlantiryapmiz, bularni o'sha imkon qadar yetkazishga harakat qilyapmiz. Endi yetib bormay qolgani, bizni so'zlarimizni eshitmay qolgani kelib qolyapti-da aka. O'sha menga aytadiki, u odam o'sha qoraqalpoqliklar aytadiki,
sizdan iltimos deydi, sizni cherastalovoyingiz bor deydi, o'sha kelganlar deydi, baribir sizlarga choy ichishga kiradi deydi, bormanglar tabibga deb she'ran qaytaring deydi. Men aytdim, qaysi bitta odamni qaytaraman? Agar mabodo Deyman kelib qolsa, ularga. kelib qolsa o'sha meni videolarimni qo'yib bering, mana buni holat ekan, aldanib qolmanglar deb nomerimni bering, gaplashsin aka, o'sha yaqinroqdan qaytsin aka. Ha, shunday bo'libdi, aldanib qoldik deydi. Hech nima najoti yo'q deydi. O'ra borasiz deydi. Uni gapirishidan odamni, uni siyosatidan odam qo'rqadi, bir qanaydir bir nima bo'lib ketadimi? Hamma yaxshi deydi. Lekin deydi, men qarab o'tiraman deydi, bir xil ayollar, bir xil nimalar kelyapti deydi. Ikki qo'lidan ular ko'tarib, o'ylamsang'i bo'lib ketdi. Unda bir boshini silaydi, orqasini ushlaydi, yaxshimisan deydi. Ha deydi, joyidan turib ketadi deydi. U unaqa odam deydi, u remotionga tushayotgan odam. Qanday bir bitta silashni yaxshi biladi deydi. Hamma aytdim, shuni ko'rib boribsiz-ku siz dedim. Men deydi, internetga ko'rib ishonib bordim deydi. Lekin ora borgandan keyin vaqt yo'q qoldi deydi. O'shanaqa endi ega borgandan keyin, kelib haqiqatni ko'rgandan keyin ha deydi. Ha, aka sizdan iltimos o'sha yerga kelgan odamlarni ogohlantirib savob bo'ladi aka. Bir tarafdan iymonidan ayrilyapti, bir tarafdan sog'lik mablag'idan ayrilyapti aka bu yerga kelib ketishlikka. Savob bo'ladi aka. Savob bo'ladi. Ogohlantirib turibdi aka. To'g'ri, havo sovuqda, havozni ko'rib tushunib o'tiribsiz. Lekin yomon sovuq, mashina bilan keladi, bir xil mashina buzilib qoladi, gaz sugab qoladi, gaz apparatini o'chirib beryapti. Bunaqa nima keladi, odam rahmi keladi-da, o'sha salonga kirib o'shalarga aytdim, shuncha doktor bor, shuncha narsa bor. Maqsadlar o'sha qanday joyga borib desam, internetdan ko'rdik, ishonib bordik deydi, lekin hech natija bo'lmadi deydi. Bir xillar edi, ana chiqibdi deydi, o'zini odami u deydi. U 100% o'zini odami bilib o'tiramiz deydi. Hamma aytdim, bilgan bo'lsangiz boring, dedim, qo'shningizga ayting, qishlog'ingizga ayting, ishonmaymiz deb aytinglar. Kelmasin o'shalar ham. Desam, menga aytadiki, sherab o'tgan odam deydi. Qo'ymang ketishga. Shunaqa qiling aka, savob bo'ladi aka. Shu ana kasallarni to'xtab sizga ovqatlangani tushsa, qaytinglar shaydan deb turishdan mendagi ovozlardan qo'yib bering o'shalarga aka. Bo'pti, men endi kirib ko'rdim. Men u odamni eshitdim, lekin qiziqqan yo'q edim. Hozir kirib ko'rsam, u vaqti bilan ha, o'shanaqa. Hali odamlarning ko'ziga xuddi shunaqangi bir noyob odamdek ko'rinishlik uchun ahranalar bilan yuradi aka. Ha, o'shani aytaman, u Buxoroning yo'q bir o'sha Qo'qon hokimi ham ular yurmasa kerak. Ha, Farg'onaning hokimi ham shuna yurmaydi. Bu qip-qizil mashinnik aka, boshqa hech narsa emas. O'sha odamlarga rahmim keladi. U menga buni zarari ham yo'q, nimasi yo'q, просто odamlarga rahmim keladi. Mana cho'lishdan o'tib ketayotgan bir yosh qari, nogironlar bor. Shu asosan kalaska bilan bu mashina orqasiga kalaska turibdi-da, odam rahmi keladi. Shunchalik ham o'zbeklar, men aytdim, o'zimiz shunchalik ham sodda xalq o'zimiz. Bitta slogan bilan men aytdim, odam tuzalib ketadimi? O'shanaqa aka. Aka, rahmat e'tibor uchun ogohlantirib turing, savob uchun. Bo'pti akajon, bo'pti. Bo'pti, sizlarga bo'lamiz aka.